Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsiloti bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyining muavin raisi Zumrat Erkin Angliya poytaxti Londonda Sindi qurultiyi qatnashib Uyg'ur masalasini tanishtirgan. Zumrat Erkin xonim taklifga binoan Angliya poytaxti Londonda ochilgan 37-ci navbatlik Sindi qurultiyi qatnashib, tajovuzchi Xitoy davlatining Sharq Turkiston xalqiga ilib borgan qirg'inchilik siyosati, Sharq Turkistonning o'tmishi va buguni, Uyg'ur masalasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirish fursatiga erishgan. U bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi. Bularmı bu ketimki yığında dünyanın oxşamagan yerlerinden xalqaro təşkilatlardan, parlament əzalarından və başqa kişilik hüquq qoğdaydigan qoğdayıcılar və fəaliyyətçilərini çağırgan idi. Bunun içində Dünya Qurultayını çağırıb Sind milletler biz ve Sind teşkilat bulup şu dünya Sind qurultayı bilen qandaq şekilde nurg'unluğun yılının yağı qandaq şekilde birleşilyapmiz ve hamkorlashyapmiz degan temada hamda xalqaro hamkorlashish degan temada meni so'zlashga taklif qilgan. Şoňaşqa bu yig'inda asos jihatdan Uyg'ur masalasini men bu yangi grup desek bo'ldi. Yangi grupga yangi tanımagan adamlar hamda Sintlar bizning masalamizni toza yaxshi cho'nqur tushunib ketmaydi. Shunga men bu fursatdan foydalanib bizning davoyimiz ve bizning vatanimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni anglatish fursatga erishgandim. Shu jarayonda hamda vatanda bo'layotgan zulm, chet elda bo'layotgan qanday qiyinchiliklarga uchrayapmiz, masalan, chegara bostirish siyosati va shu Uyg'ur muhojirlarning ishlari degandek shu bir qancha temani to'xtalib o'tdim. Ham eng oxirida biz shu qanday qilib necha yilning yoki 20 yildan yoki Dunyo Qurultiyi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlashib qandaq kompaniyalarni qildik ve qandaq muvaffaqiyatlarga erishdik. Shularni bir qurib tushuntirib chiqdim ve bu yerda shu unpuq shu tashkilotning ichidami nurg'unlagan bakalas millatlar bilan hamkorlashib, BDT'de bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, birlikda ishlab, birlikda muvaffaqiyatga erishganligimizni isbotladim. Nihoyatda bir yaxshi ahamiyatli bir yig'in bo'ldi va nurg'un qatnashuvchilar 200-300'dan jiq bo'lib, bularmı kelib men bilan yig'in tugagandan keyin suhbatlashdi va Uyg'ur masalasini tushuntirganim uchun, tafsiliy tushuntirib bularga tanishtirganim uchun rahmatini bildirgan bo'ldi. Sindilar Pakistanning Sind viloyati va Hindistonning Rajasthan viloyatini asos qilib yashaydigan ko'p qismi musulmon va ma'lum bir qismi Hindu diniga e'tiqod qiladigan xalq bo'lib, Sind qurultiyi Sind xalqining muhojiratdagi eng yuksak tashkiliy apparati bo'lib, Sind xalqimi uzun yillardan buyon o'zlarining haq-huquq uchun Pakiston va Hindiston hukumatiga qarshi kurash qilib kelmoqda. Shundaqla navbatdagi vakolatsiz millatlar tashkilotining raisimi Sind millatidan bo'lib, Zumrat Erkin Sind qurultiyi va Sind xalqining muhojiratdagi tashkilotlari bilan buningdan keyingi hamkorliklar haqida suhbat olib borgan. 30 sentabr kuni Amerika Uyg'ur jamiyati va Uyg'ur harakat tashkiloti Amerika davlat majlisi ziyoratchilar markazida Xitoyning zulmiga uchrayotgan Tibet va boshqa muhojirat xalqlarining rahbarlari bilan birlashib tashkillagan Qorshovdagi e'tiqod, Xitoydagi diniy ziyonkashlik va zulmga qarshi turish temasidagi yig'inda 200 dan ortiq qatnashuvchi, advokatlar, tadbir belgilaguvchilar va yig'in ahliga Xitoyning davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligi, diniy bostirish harakati va Uyg'ur qirg'inchiligini tanishtirgan. Mazkur yig'inda so'z qilgan Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbos xonim Xitoyning Sharq Turkistondagi diniy bostirishlari Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini ayblagan. Bu yig'inga Uyg'urlar, Tibetlar, Hong Kongliklar, Janubiy Mo'ng'ullar,
Falun Gong muritlari qatnashgan bo'lib, Roshan Abbos xonim bu yig'inda kishilik huquq tashkilotlari va diniy sohaning vakillari va Xitoyning zulmiga uchrayotgan muhojirat xalqlarining vakillariga o'rtaq bir kurash sepi shakllantirib, erkinlik, kishilik huquq va adolat uchun birlikda oxirgacha kurash qilish chaqiriqida bo'lgan. Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchisi professor doktor Erkin Ahmet Türkiye'nin 4-cü cho'ng shahri Bursada Uyg'ur irqiy qirg'inchilik temasida doklad bergan. Mushu ayning 4-cü kuni Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchisi professor doktor Erkin Ahmet Türkiye'nin 4-cü cho'ng shahri Bursa shahrida İstanbul Texnik Universitetini bitirgan ziyolilar yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik temasida doklad bergan. Professor doktor Erkin Ahmet mazkur yig'inda yig'in ahliga Dünya Uyg'ur Qurultayıning sobiq raisi va Markaziy Germaniyadagi Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Aysoning Xitoyning zulmiga qarshi kurash va Farhod Tursunning Tarkocha qatorliq kitoblarini taqdim qilgan bo'lib, bu yig'inga Turkiyaning sobiq davlat ministri Faruk Çelik apandi va Buyuk Birlik partiyasining raisi Akram Alfatli qatorliq kishilar qatnashgan. Professor doktor Erkin Ahmet yig'in ahliga Sharq Turkistonda davom qilayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, diniy e'tiqodning cheklanishi, Dünya Uyg'ur Qurultayıning ilib berayotgan faoliyatlari va Londondagi Uyg'ur sud haqida tafsiliy ma'lumot berib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarta Amerika va G'arb davlatlarining qonunlarini chiqarib, irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligi, ammo Turk dunyosining bu qirg'inchilik oldida sukutni tanlashining to'liq echinishlik ekanligini, navbatda Dünya Uyg'ur Qurultayıning Sharq Turkistonning besilingan zamin degan e'tirof qildirish uchun faoliyat ilib berayotganligini o'ttirib qo'ygan. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan professor doktor Erkin Ahmet apandi ma'lumot berib, mundaq deydi. Alayda teklif bo'yicha Turkiyaning 4-cü cho'ng shahri bo'lgan Bursa shahridagi İstanbul Texnika Universitetini bitirganlar jamiyatininki teklifi bo'yicha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi temasida shu 3-chilar Bursa shahrida doklad berdi. Bu doklad berish yig'iniga Turkiyadagi oliy muhandislar, oliy injenerlar, nurg'un insonlar mushahat etdi. U yerda bir sarxil odamlar yig'ilgan bir yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini dunyoda buni anglatish uchun Dünya Uyg'ur Qurultayı ilib borgan faoliyatlar, Londondagi mustaqil Uyg'ur sudining qarori, Dünya Uyg'ur Qurultayıninki tirishchanligida bu qarorning o'ttirg'i chiqqanligi, undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarda irqiy qirg'inchilik deb hukumatning qabul qilishi, undan keyin 10 davlat parlamentida Uyg'ur qirg'inchiligining e'tirof qilinganligi, hozir Dünya Uyg'ur Qurultayıning mush besilingan zamin degan qabul qildirish uchun tirishayotganligi degandek, mushu masalalarni cho'rdigan holda bir doklad berdi. Mazkur yig'indan keyin professor doktor Erkin Ahmet Buyuk Birlik partiyasining raisi Akram Alfatli va Buyuk Birlik partiyasining yoshlar tashkiloti Alparan ojaklarining boshlig'i Ömer Faruklarni ishxonasida ziyorat qilib, Buyuk Birlik partiyasining hozirgacha Sharq Turkiston davosini qo'llab kelganligiga rahmatini bildirgan. Ve Akram Alfatli Ömer Faruklarning tonishtirishi bilan Bursadagi Muradiya jamiyasining imomi Lutfi Toshchi bilan Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va diniy bostirishlari, masjidlarning vayron qilinishi haqida suhbat ilib borgan. Lutfi Toshchi apandi shu kuni juma namoziga kelgan minglagan jamoatga Sharq Turkistonni tanishtirib, Sharq Turkistonning hurriyati va Uyg'urlarning bu zulmdan patra qutlib hurlikka chiqish uchun duo qilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.